Qadrli saxovatpesha insonlar, bu uyda 3 ta oila yashagan. Tasavvur qilyapsizmi? 3 ta oilani farzandi, oylik ro'zg'ori, kiyim-kechaklar hammasi yonib ketgan. Siz u bizni qo'limizdan keladi. Imkon boricha qo'limizdan kelgancha shu video tarqalishida hamda karta raqamlarga pul o'tkazishda o'z hissamizni qo'shaylik. Hamda shu videoni ehson qilaman deydigan, qalbida yaxshilikka moyilligi bor insonlarga jo'natib qo'yinglar. Inshaalloh shu xonadonni ham sizlar bilan birgalikda o'z holiga qaytarib, undan-da ziyoda qilib berish bizni qo'limizdan keladi. Aynan o'zim guvohi bo'ldim, yongan uyni ko'ryapsizlar-ku. Bizga oson do'stlar, shu uydan borki yonayotgan uydan 4 ta mana paxsali devor qo'ygan. Jigarlarim, boy akalarim. Biz juda million odammiz. 1000 so'm yoki 10 ming so'm, 100 ming so'mdan pul tashlasak bo'lib, shu uyda qasr qilib qura olamiz. Allohga oson do'stlar. Shu biz uyimiz bo'lishi mumkin edi. Lekin biz uyda issiqxona o'tiribmiz. Shu akalarimiz qishki sovuq kunlarda issiqxona uylarda o'tirishni xohlasanglar, shunday kartalarga pul tashlab qo'yinglar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Azar hech kim uyi yonmasin. Ko'rib turibsiz, kecha mahallamizda katta yong'in bo'ldi. 3 ta oila uysiz qoldi. Ko'rib turganingizdek, betonning o'zi, paxsaning o'zi qoldi. Hattoki bolalari kiyimlari ham yonib ketdi. Azar bu videoga befarq bo'lmang. Sizni 1000 so'mingiz ko'p narsaga sabab bo'ladi. Azlar o'zlarining kartalarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol o'zingizlar karta raqamlariga pul tushirib, ehson qilishinglar mumkin. Bilaman, ichingizda ehson qilaman deb qidirib yurganlar bor hattoki. Biz bilmaymiz uni. Va shu videoni ko'rsangiz, like bosib, hech bo'lmasa tarqatib qo'ying. Azizlar, birodarimizning uyiga kulfat tushdi boshlariga. Hech kimning boshiga bunday kulfat tushmasin. Yong'in balosidan, o't balosidan o'zi asrasin. Kim 5 ming, 10 ming, 100 ming qo'ldan kelgancha sharoitga qarab, pastga karta raqamini yozib qo'yamiz, yordam qilaveramiz jigarlar. Men sizlarga ishonaman. Bejizga bu videosini yo'lingizdan chiqqani yo'q. Hozirgi kunda qish kunlarida bir birodarimizning boshiga og'ir bir kulfat tushdi. Ya'ni uyi yonib pul bo'ldi. Shuning uchun men sizlarga bir narsani ta'kidlab o'tamanki, pastga egalarning raqamlarini qo'yib qo'yamiz, karta raqamlarini qo'shib qo'yamiz. Mana akalarimiz yuqorida gapirib o'tganda, hozirgi paytda bu insonga, bu birodarimizga juda ham katta ko'mak va yordamimiz kerak. Shuning uchun yordamingizni ayamang, videoga like bosing, do'stlaringizga ulashib qo'ying. Karta raqamlarini qo'shib qo'yamiz. 5 ming, 10 ming so'm o'zingizni hissangizni qo'shib qo'yasiz degan umiddaman. Biz sababchimiz, hammasi yagona Allohdan. Siz bilan biz katta kuchmiz azizlar. Ushbu videoga befarq bo'lmang. Hech bo'lmasa videoga like bosib, 5 tadan 10 tagacha tanishingizga jo'natib qo'ying. Zero siz uchun oddiy ko'ringan narsa biz uchun katta mehnat va ushbu xonadon egasi uchun katta yordamdir.